Hoşum zor motosikl. Qaranglar, boshlanishdan qaysi mototsikldan boshlayman degan mijozlarimiz uchun ham mototsikl ko'proq qo'y degan mijozlarimiz uchun qaranglar. 200 lik injektor motor o'ta yumshoq bo'ladi, upravlyaniyasi ham zo'r bo'ladi. Masalan, 200 lik mototsikldan boshlanasiz. Shunchasi ko'psi 400 ga o'tiradi, keyin yig'ilib tushadi, avariya bo'ladi, keyin ko'ngli ketadigan mototsikldan sotib beradilar. Shuning uchun maslahatim shu 200 lik kubaliklardan olinglar boshlanishdan. Hazrat haydanglar, 1 yildan keyin barterasizlar bo'ladi yoki sotib berib 400 o'tsizlar bo'ladi. Birdan 400 o'tishni maslahat beraman. Endi agar dim yuragingiz to'g'ri bo'lsa, olavering, nima deymiz. Lekin 200 ga olsangiz, o'rganasiz, tryuklatsangiz bo'ladi, hazrat haydaysiz, boshqa aytasiz, hamma tryuklarni aytib bilasiz. 400 ga qo'rqasizdan hamma tryuklarni aytib bilmaysiz. Agar masalan yuragingizda o't yonib turibmi, 400 ga olasidan yiqilib tushasiz, o't o'chadidan, o'zi qo'rqib qolasiz mototsikldan. Shuning uchun 200 dan boshlanasiz yaxshi. Agar arzon mototsikl desangiz 250 kubalik bor, chopper sistema baykerlar yuradi-ku Amerikalarda. Bandomkalarni o'rab, taturovkalarni qo'yib, yani ko'jinga. Shu mototsikllar chopperdan Honda mototsikl bor. Narxi ham o'ta go'zal, 20 million so'matiga. Ho'shim zo'r. Agar imtiyozli kreditda chiqarib ber desangiz, ko'rik to'lab 12 ming so'mdan chiqadi. Adindan to'laysiz, kelaverasizlar. Buni endi faqat bizda, lekin ozgina haydalgan aybi shunda. Bu paket vach, mana aybi sotilishida, boshqa aybi yo'q. Keyin yana bir eng qiziqli yeri yo'q, meni pulim yo'q. O kreditingni qo'ysanglar degan mijozlarimiz uchun zakonli aksiya o'tirib qo'yibmiz. Yana aksiyamizda oddiy vach qo'yganimiz yo'q. Atiga 100 ming so'm mototsikl bo'lsangiz bo'ladi. BMW replika bo'ladi. Keyin mana chist yaponskiy Suzuki bo'ladi. 150 kuba, 160 ga chiqadi tezligi. 200 kuba injektor, 200 ga yo'q, 200 ga chiqmaydi. 130 ga chiqadi benzinga qarab. Keyin 2 dona skuter qo'yibmiz. Keyin bir dona sportivniy velosiped qo'yibmiz, ichanda turibdi. Keyin 95 dona maishiy texnika. Общий 1000 ta bilet. Az bilet, uning 5000, 6000 emas bizda. Biletimiz ham oz. Keyin sovrinimiz ko'p, 100 dona sovrin. Bu da yani 10 adamdan bir adam o'tadi yani. Ilan shu videoni ko'rib turgan odam, like bosgan odam shu mototsikllarni utib olish nasib etsin. Prava kerakmi deydiganlar uchun prava kerak. Prava qo'yiladi. Prava A kategoriyasi kerak bo'ladi. U ham oson. Agar mashinangiz bo'lsa, mashin pravangiz bo'lsa, yezdini topshirasizlar mototsiklda, keyin A pravani bosib beradilar. Agar mashin pravangiz bo'lmasa, o'qib olasiz. Keyin nomer kerakmi deydiganlar uchun nomer kerak bo'ladi. Обязательно nomer qo'yasiz. Nomer 1,5 million bo'ladi. Agar shu spravka minning bo'ladigan bo'lsa, shu spravka o'zimdan bo'ladi. Shuningdan chiqarib beraman. Mana gulligi 20 ming so'm, mana gullik to'lab 12 ming so'm. A meniki bo'lsa, shuningdan 100 ming so'm o'tib olsangiz bo'ladi. Siz yana 100 ming so'mga tovar olasiz. Bunda torpedolarni qaraytiradigan, balonni qaraytiradigan vajda. Ishga qo'yingizga kerak vajda. Ham vajib bo'lasiz, ham mototsikl o'tib olsangiz bo'ladi. 100 ming so'm nega ketmaydi, to'g'rimi? Endi ashirlar qo'shib beramiz bonusini. Keyin 2 dona maxsus kelimiz bor, ajoyib zakonli. Uyingizga kerakli ishlatadigan hazrat ishlataverish uyingizda 2 dona maxsus kel. Olasiz 100 ming so'm, xolasangiz buni. Bonuslar qarang, 100 ming so'm buni olasiz uyingizda. Ham shunchalik pedal olasizlar, ham pasodamoga ham ishlatsangiz bo'ladi, jidkiyliklar hisobidan ishlatsangiz bo'ladi. Qarang, 100 ming so'm buni olasizlar. Ham motosikl o'tish imkonini ega bo'lasizlar. Ham Suxoy tuman shuningdek tekin bo'ladi. Buni neda faqat bizda. Kelaverasizlar, bo'lsa xalq uchun bo'lsin. Keyin skuterlarimiz bor. Skuterlarni kreditga chiqarib beramiz. Xohlasangiz bir pasport olib kelasizlar. Ishlaydigan odam bo'lsa, yo pensiyachi odam bo'lsa, bir pasportda bir tinch chiqarib beramiz. Buning imkoni bor. Agar skuter olsangiz, bonusini tefal xohlasangiz fe qo'shib beramiz. Shuningdek bonus. Hazitsiz bo'ldi mashina. Yani shu vajdacha kelaverasizlar, hammangizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling, hech qachon kasal bo'ling. Bitta like bossangiz chiqmasin, podpiskani bosib qo'ying va yaqinlaringizga aytinglar, shunda yana aksiya ketib qolibdi.